Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bu videomiz bizdan shu yil Kilion Flamingo xarid qilgan mijozlarimiz uchun sizlarga shuni tavsiya qilamizki, yangi chiqarayotgan shoxlarini chimdib, bunga o'xshatib va yonidan chiqayotgan bular yovvoyi hisoblanadi. Shunaqa kurtkalarni olib chiqish tavsiya qilinadi mana. Chunki bu Kilionimiz yuqori stol yuqori qismiga payvand qilingan hisoblanadi, tepa tomoniga. Shuni hisobiga pastdan chiqayotganlari yovvoyi hisoblanadi mana bunga o'xshagan. Shularni olib chiqish 100% to'g'ri ish bo'ladi va bunaqa o'sayotgan yangi shoxlarini qo'lda chimdib chiqilinsa, olib tashalinsa, yana ham shtamp chiroyli bo'lib, formasi dumaloq sharsimon bo'ladi-da, chiroyli ko'rinishga keladi. Shunga o'xshaydi.